Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina ustoz Shohruxbek. Bugun 23-fevral 2025-yil biz navbatdagi xonadonimizni tunikafon ishini Farg'ona viloyati Quva tumanida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Har doimgidek sizdan bir dona like, mendan esa ushbu xonadonimizni hisob kitobi. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 180 kvadrat atrofida tunika ishlatdik. Xonadon egasiga barcha xarajati ichida 23 million 100 ming so'mga bitkazib berdik. Tunikamizni qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ldi. Rangi esa oq rangi, mokriy rangda bo'ldi do'stlar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunikafonimizni barcha xarajati ichida, ya'ni reyka, samarez, lesa, o'rnatish, usta xizmati, qo'yinki yo'l kiralari ham ichida 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Faqat biz joyni kvadratiga emas, tunikamizni ketgan rasxodiga hisoblaymiz. Video davomida bu haqida ham batafsil tushuncha berib o'tishga harakat qilaman. Bo'lmasam do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Marhamat, Quvadagi tunikafon ishimizni ko'ring. Yo'qsa albatta bir dona like ni bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Juda ko'p vatandoshlarimiz kommentariyaga Shohruxbek, qilgan tunikafon ishlaringizni iloji bo'lsa razmerlari bilan aytib o'ting. Biz ham uyimizni mo'ljal qilib olar edik. Misol uchun biz uyimizga ham mancha pul ketar ekan deb o'zimizni hisobimizni chiqarib turar edik. Shuning uchun iloji boricha razmerlarni ham aytib o'ting degan obunachilarimiz talabiga binoan kelinglar do'stlar, mana shu xonadonimizni razmerlari bilan tanishtirib o'taman. Sizlar bir dona like gumbillatib bosib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p do'stlar, ichkari shapkamizni G shaklida qilib berganmiz, darvozaxonamizni qilib berganmiz va bu xonadonimizni tashqari shapkasini qilib berganmiz. Endi razmerlari bilan tanishtirib o'taman. Ichkari shapkamizni mana shu bu qirridan mana bu qirrigacha, ya'ni G shaklida uzunligi 27 metr. Tagi esa, ya'ni eni burchakka baho berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, tagi tarnovda tagidan mana bu devorimizgacha deylik, mana bu romimizgacha 1,5 metr. Do'stlar qaranglar, ichkari shapkamiz, demak, uzunligi 27 metrga G shaklida, tagi 1,5 metr. Endi darvozaxonamizga o'tamiz. Darvozaxonamizni eni, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamizni mana bu devordan, mana bu ustunimizni qirigacha 380 santimetrga, uzunligi mana bu devordan bu devorimizgacha 873 santimetr. Xo'p do'stlar, endi tashqari shapkaga chiqamiz va tashqari shapkani ham sraz razmerlarini aytib o'tamiz. Xo'p, ketdik. Mana tashqari shapkamizni ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Tashqari shapkamizni uzunligi devorda qiridan, aynan shifrda qiridan deb olsak ham bo'laveradi. Mana bu shifrda qiridan, mana bu shifrda qirigacha 24,5 metrga, tagi 1 metr chiqqan. Mana bu tarnovda orqasidan devorimizgacha 1 metr chiqqan shapkamizga biz mana shunaqa kobra fasonda qilib berganmiz. Bu hali hammasi emas, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizga mana bu romini o'rtasida xorlari bor edi. Ana o'sha xorlarni ham tunikafondan mana shunaqa chiroyli holatda oppoq rangda obshipka qilib berganmiz. Mana shuni ham hisobga olib qo'ying. Mana bu karnizi taglarini ham oraliq zazorlari bor edi. Mana shu joylarni ham chiroyli holatda obshipka qilib berganmiz. Bu yerda 3 ta ustunimizni tashqari tomondan ham, ichkari tomondan ham obshipka qilib ketganmiz. Ya'ni mana bu xonadan kiraverishda ayvonni ichki tomonda ham ustuni bor edi. Ana shu ustunni ham obshipka qilib o'rab berganmiz. Endi do'stlar, ishimizni sifati haqida gaplashamiz. Kelinglar, mana shu burchakdan boshlaymiz. Qaranglar do'stlar, ishimizning sifatini, burchaklarni ham ustalarimiz mana shunaqa chotki holatda chiqarib berishgan. Shapkamiz 1,5 metr bo'lishiga qaramasdan qaranglar, oyinadek bo'lib turibdi. Chotki holatda bo'lib turmoqda. Xudo xohlasa sizlar ham bizga buyurtma qilsanglar, sizlarda ham xonadoninglarda bizning ustalarimiz mana shunaqa chiroyli holatda bitirib beradi do'stlar. Darvozaxonamizga
o'zgacha rombiydan qo'yib berganmiz. Yangilik rombiyimizdan. Sizga mana shu rombiyimiz yoqdimi yoki yo'q, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu rombiyimizni o'rtasi akriliviy tilla rangdan, uni o'rtasiga esa 36 voltli lampochkadan qo'yib berganmiz do'stlar. Chekalari esa polnisi tunuka mahsulotidan mana shunaqa ishlov berilgan. Ko'rib baho berib beraverasizlar do'stlar. Juda ham go'zal holatda bo'lib, ushbu xonadonimizni ham bitirib berdik. Endi do'stlar, yana ishimiz sifatiga qaytaman. Qaranglar do'stlar, bitta chiziq bo'lib, bitta liniyada bo'lib turmoqda. Ish bilan farqi bo'ladi do'stlar. Shunga ham e'tibor berib qo'yinglar. Xudo xohlasa bizning ishlarimiz sifati mana shunaqa go'zal holatda yaqinlashtirib ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar, bitta liniyada ketyapti. Shapkamiz 1,5 metr bo'lishiga qaramasdan shapkamizda hech qanday valna yo'q. Go'zal holatda bo'lib turmoqda. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham biz mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilib beramiz. Videomizni mana shu joyga yetganda yakun yasaymiz do'stlar. Xo'p, yana video oxirida hisobotini bermoqchiman. Ushbu xonadonimizga 180 kvadrat atrofida tunuka rasxod qildik. Xo'p, xonadon egasi 23 million 100 ming so'mga barcha xarajati ichida bitkazib berdik. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunukamizni barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Nafaqat vodiy bo'ylab, balki boshqa viloyatlar bo'ylab ham xizmat ko'rsatamiz. Videomizni boshdan oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.